Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun Chista 18-oktyabr 2025-yil. Biz G'ulakandosh Shammi mol bozorini siyoqqa qilib qaytib ketamiz akalar. Hammasini olganmiz. Sigirlar, boqma navosi, semizlar, qo'ylar, hammasi bitta rolikda chiqadi. Shu chiqaruvga sizlar bitta mana shu like-chani bosib, do'st birodarlarga podelitsiya qilib, ko'rasizlar bizga kelib sizlarga bundan bag'ri mana bozorlardan narx-navolarni aytib o'tamiz. Hozir borib sizlarga bugungi hashalar narxini aytamiz hozir. Hashalar narxi 31 somondan mana shu bedapiriz, 14 somondan sholpaqor. Nomeri mana 975 80 80. Doston pirischi. Sizniki qaysi? Nima bu? Sholpaqor. Qanchadan bu? 14dan. Bu ham 14dan. Bunisi ham 14 somon. Ayting. 92 Ha. 802 6100. Tamam mana. Kilo olasizlar. Qancha oling? Tushdi o'zi. G'ulakandosh Shammi mol bozori. Sigir bozorida sotilgan sigirdan sizlarga bugungi rolikni boshlaydik akalar. Anchadan bir rolik chiqayapti. Sizlarga bugun bir chiroyli rolik qilyapti. Mana shu sigir sotilgan. 3-balasi g'unoji, suti aniq emas. Balasi yem turibdi mana. Ko'rinishidan ma'lum sizlarga 18,5 ming so'mga sotilgan. 8500 so'mga savdo qilgan. Hamma ochib bacha. Sayın Zo'sh bachash g'unojincha shirash ma'lum bo'lsin. Balasini juda o'qisa keyin sheri ma'lum bo'ladi. Mumkin 5-6 dan 10 tagacha tugashi mumkin. Hammasi yebishi salomatligisiga bog'liq. Oxiriga. Bu tarafda sigir bozorida bor sigirlar. Variantga seroq. Aka buni qancha qildi? 22 ta qiladi. Nechinchisi? Ikkinchi balasi. Zavodcha. Sutichi. G'unojincha. Sutini ishda. Suti 10 ta aka. Nechinchisi degiz? Ikkinchi balasi. Ikkinchi balasi g'unojincha. Eng ko'pi 22 ming so'm bozor savdo qilgan. Naqd. Bistuda hozir so'm bozor narxida. Duyum zo'sh bachash g'unojincha. 10 litr shirasha. Sizdanmi? Qancha qilib bo'ling? 23 bo'lgan. 23 ming. Nechinchi bala? 4-chi. Navoz? G'unojincha. Sutichi. Suti 10 litr. 10 litr. 4-chi balasi. Balachasi g'unojincha. 10 litr suti bor. 24 ming so'm bozor narx qilibdi. 24,000 so'm bozor narxidagi Chorrum zo'ishli bachash g'unojincha. Nima deyapsiz? Hozir qarab turib sigaret o'la. Mol savdo qilinglar. O'zingiz yaxshi? 24,000 so'm bozor narxidagi. Bachash mana g'unojincha Chorrum zo'yish 10 litr shirasha. Bunga qaraganda bu sal kattaroq, ham sifati ham zo'r, shu hisobdan 2000 so'm usti ham bor. Bu nech pul narx qildi? Assalomu alaykum. 23300 qilyapti. Nechinchi balasi? 1 2. Ikkinchi. G'unojinmi? Nojini. Suti qancha? Kecha tuqqan. 10 tagacha beradi. 10 tagacha beradi. Kecha tuqqan ekan balasini. Balasi g'unojin. Qani balasi? Mana shu balachasi g'unojincha. Sal kichkinaroq bo'ladi. 10 litrgacha sut beradi. Balasi g'unojin. Ikkinchisi 23 ming so'm bozor narx qilgan. 500,000 so'm bozor narxidagi duyum zo'sh bachashi navzoydagi g'unojincha 10 litr to 10 litr shir metyapti so'yboshon. Sigir bozorida mana zo'r sigirlar mastin ko'radi. Hozircha narx-navosi mana shunaqangi. Aytaman ol ko'tariladi ham bu kiramiz. Aka ini chaka? Sesa channi zo'sh. Yakun? G'unojinmi? Chanqa shirashay. 8 litr 0 litr shirashay. 2800 so'm bozor narxidagi. Yakun zo'sh bachash g'unojincha. Mana. 23300 so'm bozor narxigan. Birinchi balasi degasi g'unojin 8-9 ta suti bor. 23300 ga yo'q. Sigir bozori shunday gap. Endi darish vaqti o'tib ba'dan navozdan sizlarga aytib o'tamiz. Navoslar to'rtta sizlarga sotilgan variantda. Mana bunisi o'rtadagisi 16500 so'mga sotildi. Bu birinchi, uchinchi, to'rtinchi 48,5 ming so'mga sotildi. Qirg'iziston palovdan navoslari. Bari G'ulakandoga ketdi. Ba'da mana ikkitasi bo'lgan. Buni ko'rishyapti. Qanchadan deyapsiz ular? 16dan. 16dan. Bohiljon reklamada.
lekin navosi zo'r ekan. Aka bu qanchaga to'xtadi oxiri? Bu 200 kam 15 ming. 200 kam 15 ming. 14800 so'm. 200 so'm kam, qo'ng'izda 1000 so'm o'zini narx qarasi. Mana. Bu tarafda yana ikkita navotchi. Bu bilan qancha bo'lyapti endi? Oxiri Ikkovini 29 ming. 29 ming. 29 ming so'm. Shu ikkitasini bozor narx qilgan. Bitta avlik oldi 22 ming so'm narx qilgan. Leşe büstünde 1000 so'm. Ne hardış büstünde 1000 so'm. Bozor narx qilgan. Bermadingizmi? 16,5 ming so'm shu narx. Ha, qasob bu yaxshimisiz? 16500. Shoningizda 1500 so'm bu narx qiladi. Kattagina. Voy borak. Yo'q. Agar aka qaysi ikkovimi? Yo'q, qizili. Bumi? Qancha? 14600 so'm. Bozor narxi bo'lyapti. Chorda 1200 so'm bozor narxi bo'lsa. Besh yarimdan bozor narxiga. Balki g'unojin bozori edi. Tonizda 1500 deb bozor narxidagi bitta g'unojilar. Qancha? Ha, ular bilan. So'rachi? Qancha bo'ldi bu? 200. 200 yaxshi. Da 1200 so'm. Yaxshi. Ro'moja. Nech pul qildi aka? 14 ming. 14 ming? Zo'r. 14 ming so'm buni narx. Chorda 1000 so'm yana shuni narx bozor. G'unojin. Ba'da g'unojin bor. Bu tarafda sotiladi. Qaysi sotiladi aka? Bu sotildimi? Qancha bo'ldi? 10300 so'mga sotilgan variant g'unojin. Da 1080 so'mga savdo shudagi. Qancha sotildi navotchi? 12 ming so'm. Masha alo. 12 ming so'mga qo'yib chiqasizmi? Ikkitayu nariga bitta 38 mingga. Bumi? Bu 12 mingga. 12 ming so'm, bu 48 ming so'm. Bu uchinchisi. Qandoqchi? Bu navoz. Bisazor? 20 ming so'm bozor narxi o'tgan. Shu ikkovini turishini. Bisazor so'm bozor narxi o'tgan. Ikkovi ona bola javonda. Aka, assalomu alaykum. Nech pul narx bo'lyapti? Qancha? 9 ming so'm bozor narxi. Ha? Tamam, sataychi. 1000 so'm bozor narxi. O'zingiz yaxshimi aka? Ay, o'zga telefonda ko'tarmaysan, ay. Ish ko'pda. Mana bozor yaxshi o'zi. Bu qancha bo'ldi? Qafazor. Inash. 7 ming so'm bozorlar. Zo'r. Mayda g'unojirlar. Bu tarafda sirogarchi bu. Aka bular qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Shuni 6,5 dan. 6,5 dan shu 3 ta. Bu qancha bo'ldi? Assalomu alaykum. Bittadan 81 bo'ladi, 77. 76 oxiri ertalab 81 ga ko'rgan. Qancha chiqdi yo sotildimi? 10,5. 1500. Da 1500. 1500 so'm bozor narxi. To'g'ri, semiz o'yinchalar. Qancha bo'ldi ko'vi? Yo'q bo'ladi. Aka? Qancha bo'ldi? Ikkalasa 18 ming so'm. Shu ikkita g'unojinni bozor narxiga ekan. 8000 so'm ham shu bozor narxiga.
o'ting. Qancha bo'ldi bular? 20 tiy. Ona balami? 24 ming so'm. 24000 so'm bozor narxida. Hozir yo'q, lekin bozor shuncha narxga. Bu tarafda sotilganlar. Qator o'zi. Savdo avjida. Jamshid qanchadan? Turishi. Qancha? Mana bu. 200. Qancha sotildi? 19 ming so'mga sotilgan. Semiz navoz. Muzda 1000 so'mga savdo shudagi. Hozir taroziga tortadi, qanchadan tushganini ham bilamiz. Dalch uraversalar. Olaja. Ajab kim bu? Qanchadan ularga bu? 51dan. 51dan 10 kilo ketdi. Bugun arzon sali. Bugun sali arzon. Sali arzonmi, sali qimmatmi? 51 so'mdan 10 kilo ketga sotildi. Ulkandoz bozor. Ulkandoz bozor. Ha. Gap yo'q. 390 kilo chiqdi. 390 kilo. Bo'linglar mana. Narxini aytdi, bu 51 dan 10 kilo ketdi. Yuzdazor so'm shudagi medonam. Necha kilo chiqqan ertalar? 3 kilo. Yo'q, 3 kilo. 535 kilo. 535 kilo chiqdi. 51 so'mdan zo'r. Dalchi qo'y bozoriga ketamiz. Qo'y bozorda nima gapimiz? Qanchadan bo'ladi ekan? 3 dan qilyapmiz. Berganingiz yo'q. 3300 so'mdan. Ko'rsating, agar nimalar bo'lsa ko'rsating. Tamam. 3300 sen hazır sesatgan. Baraka. Berishgan yo'q. Tushdilar, polni tushdilar. Qancha qildi? 28. 2800. Aka siz yaxshi. Qancha bo'ladi qo'chqoq? 3.5. Zo'r. Chot. O'zingiz yaxshimi? Chotdimi? Qancha bo'lib uchalasiz? Yaxshi. Qancha berasiz? Narx kiraman menga, bilasiz-ku. Baland qilganini ayting bo'lsa. 300 dan. Ha? 2023 dan. Bermadingiz. Alloga salom. Qanishday. Dimitrovdan, Andarsoydan. Andarsoyda qo'ydik. Andarsoyda 23 dan bermadingiz. 23 dan qilyapti. Qilobda bozor. Shot. Bu tarafda maydalar. Uch kundan bo'ldi bular. Qanchadan savdo qildi? Sotildimi? Bermadilaring-a. 3050 so'mdan ko'tara savdo qilgan. 3050 so'mli. 5 ta bozor narxidagi savdo shon qilishni. Sog'lom. Qancha bo'ldi ikkovi? 3600. 3600 yo'q. Urg'ochi turli. Urg'ochi 3600. 1800 so'm. Yaxshi ekan. Ketdik. Nasib. Qaysi bir savdo bo'ldi? 5 o'rta 7 o'rta. Qancha bo'ldi? 11600. 11600 so'mga bari sotildi.
Shu 7 ta. Mana urg'och. Yozda 1200 so'mga hammasi olishlar. Bari olib chiqqan yo'q, to'qlar ular. Ha, qo'za aka. O'za zo'r. 11600 ga 7 ta. Zo'r sotildi. Trafiya yana to'da. Bular qisirlar. Ish pullarni qilyapti? Qancha qilyapti? Qanday qaroq bu? Ay shumaku, hamma shuma nishon qo'yamiz. Ne sahibi? Qanday qilyapsiz? 2000 har xil 2080 2200. To 2500 so'mgacha bor ekanda ichida. Qisir sog'liqlar. Mascho. Gumbalari bor ekan, yaxshi. Yoshi zo'rgisa bo'ladi. Ha? Kanal? Kanal. Bo'lakandoz bozor nomash. Bo'lakandoz Ha, Metroid emuz men beni. Bu tarafda bozor bo'layapti. Kilo orasida mana qo'shqor deysizlar, sog'liq deysizlar, hammasi bor.